Tak, avtonomkani yechib oldik. Bu bizda avtonomkani Airtronic Detour ishlamaganiga aybini topdik. Zaryadka suv bilan aralashib, просто avtonomkasi yona olmayapti. Hozir uni polностью sochamiz. Shopir akalarga o'rgatamiz, qanday yo'lda tutasizlar, nimadir muammo bo'lsa, o'zlari ochib remont qilib tashlaydi. Boshida mana shu to'rtta shurupini bo'shatamiz. Bizda avtonomka tutuydi. Mana shu ichida setkasi bor. Fonarigim bormi? Yo'q, fonarigim. Mana qorayganini ko'ryapsizlarmi? Holatini ozgina. Qanday? Mana ichkaridan yorit, ichkaridan svechani tomondan. Aha. Svecha tomondan. Mana shu ichini yongani hozir ko'ryapsiz, svechani o'shaning ichidan tozalash. Tak, bo'ldi. Uni qizdirdik, yaxshilab. Endi ichkariga mana bunaqa to'rkani bizda endi ishimiz ko'proq yasadik. Endi o'zingiz o'shanga qarab, o'shanga o'xshashini mana buni ichkariga tiqib tozalash kerak. Shopir akalar. Mana shunga ko'rsat. Mana hozir ozgina endi men ko'proq tozalayman, kompressorni ham olaman, uraman unga. Ha. Mana ko'ryapsizlar, ichida tushadigan narsalari mana bu nagarchalari. O'sha bir xillar o'ylaydi, faqat setkani qo'yaman deydi. O'shandan ishlab ketadi. Yo'q, axir u to'g'risini aytsam, shu garelkasi bez setka ham ishlayveradi. Buni gap o'sha ichida. Mana ko'ryapsizlarmi holatda? Shopir akalar, mana motorchida. Va endi biz yana aytayapman, tub-tuz ishlaydigan avtonomka, faqat solyarkasi yaxshi emas bo'lgan. Endi akamiz ko'ngli xotirjam bo'lmadi, shuning uchun yechdik, yana ochdik, tozaladik-da. Majbur, masalan, motorchik tekshirmoqchisizlar, bilmaysizlar ishlayaptimi, ishlamayapti. Mana 24 volt, oddiy 24. To'shsam akkumulyatordan oldinglar, 24 volt. Mana beryapmiz. Ko'ryapsiz qanday ishlayapti. Ishlashi yomon emas. Bo'ldi, bizga yo'qdi ishlashi. Chotki. Svecha endi. Ha, kimdir o'ylayapti, svecha kuygandi. Mana yana beryapsiz, yana 24 volt. Farqi yo'q bizga. Ta. Tekshiryapmiz. Bo'ldi, qizida ahamiyat beringlar. Undan baland qizishtirishi mumkin emas, chunki svecha pak qiladi, bo'ldi, shu bilan ishlamay qoladi. Shu bo'ldi, avtonomka yana xuddi shu stilda yig'yapmiz. Mana shu shtekerlari, miyaga kiradigan shtekerlari mana bu. Adashmaysizlar. Uni adashadigan joylari yo'q, bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Mana bunaqa miyani akkurat ustanovka qo'yib, shoshmasdan, Dilmurodga o'xshab shoshmaydi. Sekin qo'yasizlar. Shtekerlari bir-biriga tushmaydi. O'tar. Ustiga samolyot bor. Endi zapus qilamiz. Tak, yangi ishlangan ustanovka qildik. Yangi filtr. Mana shu 17 dan ham bo'shatdik, nasosni ham tozaladik. Flasha niskiy klimatda turibdi. Balandligi niskiy turibdi hozir. Hali ishlashi o'zi ko'rdingizmi? Yo'qdimi biroda issig'i berishi? Sizga kelaman-ku. Bo'ldi, gap yo'q. Hadi, senga aytdim.